Assalomu alaykum, mehrikul obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri nihoyasiga yetdi. Inshaalloh azizlar. O'qigan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qo'rg'oncha mahallasiga qildik mana azizlar. Qo'ldan kelgancha Ablisovkadan qildik tandirimizni. Tandirlarimiz bir sutka mobaynida ko'mir bilan pishdi. Mana ichini oqartirish jarayoni. Bu tomonlarda xohlasa tandirimiz. Mana shu yon taraflariga 2 dona o'choq qildik. Bitta 40 litrli, bitta 30 litrli qozonimiz. Ustilariga chiroyli qilib mozaika kafillar qilib qo'ydik. Yana chala ishlari bor inshaalloh. Azizlar mana ishlarimizga baho beraverasizlar. Hozirdan bir qator ko'rsatib o'taylik. Mana azizlar. Xo'p, azizlar, endi buni o'choqlarimizni bir qator tutun totishlarini ko'rsatib beramiz. Aka, bizga yordam berasiz endi. Hozirgina mana hozir o'tlar aylashtirib, aka xonadon egalari, Doston akamiz xonadonlariga qildik. Akamiz o'zlari sinab olsin o'choqlarimizni. Mana o'choqlarimiz yonishda davom etmoqda mana azizlar. Qator ko'raylik. Eng qizil jarayon. Yaxshi to'tyapti, Doston aka. Zo'rmi? Noxolada gap yo'q. Noxolasi yaxshi. Mana sizlar. O'ta go'zal. Shu oldida taxtani olganimiz yo'q, sababi eshigini yaxshi ocha olmadik. Bir kun turish kerak, qatib olishligi uchun. Mana sizlar. Tandirimiz 23 talik, 22 talik tandirimiz inshaalloh azizlar. Yana 1.35 ga tushdi. Uzuni 1 metr. O'chog'imiz 1.70 ga tushdi mana azizlar. Kimda shunaqa joy bo'lsa, shuncha narsa sig'averadi inshaalloh azizlar. Mana ko'rib o'zlaringiz nima qilaverasizlar. Ablisovkadan deysizlarmi, Abishni g'ishdan deysizlarmi qilib berilaveradi inshaalloh. Suvlarimiz qaynadi. Bitta 40 litrli qozonimiz, bitta 30 litrli qozonimiz. Biz xonadonimizda tandir ham yasaymiz, zakaz beraverasizlar. Kenjaboy tog'a tandirlari desalar, ko'pchilik taniydi. Inshaalloh azizlar. Xo'p, xonadon egalari Doston aka, ishimiz yo'qdimi aka? Joylar sog' bo'lsin, chiroyli chiqdi. Iloyim, yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga ishlating aka, duo qilib. Akamiz ham, aka, ishimizdan ko'nglingiz to'ldimi, xudo xolasa? Zo'r chiqdi bo'ldi. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Ma'lumimga qilasiz. Inshaalloh aka, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana azizlar, bizning YouTube kanallarimiz bor, Instagram kanallarimiz bor. Mehrikul olsalaring chiqadi. Kimga shunaqangi chiroyli ishlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib, xudo xolasa, cho'ntak bob qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani sog'.